Pulli salqin tushib qoldi. Qora qamish kiyganmiz. Aniqlaka Telegram kanalida mana shu xonadonni okamiz mana shu narsalarni qo'yib qo'yibdilar. Kalla pocha, halin, hasib. Biz boricha aytamiz, mazasini ko'ramiz. Halimni yeb ko'rdim, mazasi menga yoqdi. Sizlarga ham bemalol qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Bizda ikkinchi ovqat bizda hash etganmiz. Bismillah. Ko'payib ketdi. So'g'ir buni ovqatlarni ko'p yeb turish kerak. Zo'r mazasi. Bu hashimizdan suyuq bo'ladi. Bismillah. Suyuq ko'proq menga. Hammaning vitaminli joylarni suvda qoladi baribir. Bizda kutilgan ovqat kalla pocha bilan hasbimizga keldi. Ko'rinishiga o'zingiz baholayasizlar. Ko'rinishidan lekin meni yegim bo'pti. Lekin hidi yo'q. Hidini ham qolma, hidi yo'q. Bolalar olinglar. Ozgina tuz pas ekanlar. Azalgina tuz. Yoki men ko'proq tuz yeyman, menimcha. Lekin yomon emas, yaxshi. Kelishga arziydi. Yana bitta kelgan bo'lardi nashaqqa. Xudo xolisa uydagilar hasbi ham zo'r ekan. Ovqatlarga gap bo'lishi bilan lekin maza qolib to'g'risiz. Haqiqatda yaxshi ekan. Shundan o'zinglar kelib yeb ko'ringlar. O'zinglar ham shu narsaga ishonch hosil qilasizlar. Aniqlaka Telegram kanalida like, podpiska esdan chiqmasin. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.